Keling, keling. Bu yoqqa keling. Ko'rib turibsizlar, mana shunaqangi chiroyli qilib ishlangan oshxonamiz. Oshxonamizni yonida mana bunaqa qilib kuxonda mebellari bilan jihozlangan oshxonamizni ko'rib turibsizlar. Bu yoqda xolodilnigimiz joylashgan, bu yoqda kir mashinalarimiz joylashgan. Mebellarni ham sifatli qilib, chiroyli qilib ishlab qo'yishgan. Pastida podsvetka svetlarigacha bor. Rezitka ulardan kamchiligi yo'q. Bu yoqda esa duh konturning o'zini katyoliga ega. Xo'p, oshxonadan chiqqanimizda bizada oshxonadan chiqdik. Chiqqanimizda o'ng tomonda kirib kelish qismimiz. Mana shu yerdan kirib kelganimizda mana keyingina bo'lgan joyimiz joylashgan. Mana bu yoqda bemalol oyoq kiyimlarni kirib, yechib kirishinglar mumkin. Kirganimizdan keyin mana bu yoqda sanuzor qismlari, mana bu yoqda hojatxonasi. Bu yoqda esa yuvinish xonalari joylashgan. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli qilib remont qilingan. Yana bir narsani ma'lumot o'rnida aytib ketishim kerak. Bu yerda oshxonadan chiqqanimizda mana bu yoqlar koridor qismida oshxona birgalikda teplopol qilingan. Xo'p, kirganimizda to'g'rida roditelskiy xonamiz keladi. Xonamizni ko'rib turibsizlar, juda ham katta va juda ham fayzli shinam qilib mebellar bilan jihozlangan. Tepada konditsionerlari joylashgan. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli texnikalar bilan mebellar bilan jihozlangan. Xo'p, bu xonamiz kamida 5 ga 6 bo'lmasa 5 ga 5 xona bo'ladi, aniq. Videoni oxirigacha ko'ringlar, oxirida sizlar uchun foydali bo'lgan ma'lumotni aytib o'taman. Xo'p, roditelskiy spalniyadan keyin ikkinchi xonamiz mehmonxona hisoblanadi. Mehmonxonamizda ham ko'rganinglardek juda ham chiroyli qilib remont qilingan. O'zini mana bunaqa mebellariga ega. Brend konditsioner, brend televizorlar, hamma narsalarni brend aslidan qo'yilgan. Televizorlarimiz Samsung, konditsionerlarimiz Avalon konditsionerlaridan o'rnatilgan. Yana aytgancha, ushbu videoda ko'rib turgan barcha konditsioner, televizor, mana shunaqa mebel, texnika, hamma narsa mana shu uyda qoladi. Mehmonxonadan chiqqanimizda 3-xonamizga kiramiz. 3-xonamiz ham mana shunaqa o'rtacha kattalikda xona bo'ladi. Bu yoqda esa balkon qismi qo'shib yuborilgan. Balkon qismi ham keng, katta qilib ishlangan. Birdaniga mana shu yerdan lokatsiyasini aytib o'tib ketadigan bo'lsak, lokatsiyasi San'at kolleji, yonida esa Viloyat soliqi Xalq banki joylashgan. Aytgancha bu uyimiz Azialans bank va Sulton mehmonxonalarining o'rtasida joylashgan uyimiz hisoblanadi. Aytib o'tib ketishim kerak bo'lgan narsalardan bittasi, uyimiz 5 etajli domda 4-etajda joylashgan. Umumiy 132 metr kvadrat maydonga ega bo'lgan. Mana shunaqa katta, keng bo'lgan xonadonimiz hisoblanadi. Endi esa bolalar yotoqxonasi, ko'rib turganingizdek, bolalar yotoqxonasi ham juda ham chiroyli qilib, alohida bu yerga ham mehr berib ishlangan. Bu uyimiz 4 xonali, 132 metr kvadrat maydonga ega, 4-etajda joylashgan. Bonusiga tashqarida joylashgan garaj qismi ham qo'shib beriladi. Uyimizda narxiga keladigan bo'lsak, narxi $70,000. Yana sunnatiga o'tib beriladigan joyi bor.